Assalomu alaykum. Ma'lum savolim bor edi. Oilada keliniz bormi? Keliningizni o'rnlari qanaqa darajada? Juda yaxshi. Qizimdek ko'raman bolalarimni qatorida. Kelin emas sizga qiz bo'lay. Yana savolim bor edi. Erkak kishi ayoli uchun oylik daromadidan oylik ajratib berish kerakmi yo kerak emas hisoblaysizmi? Ajratish kerak. Endi topganini erkaklar qaqqa boradi o'zi, hammasi oilasiga-ku. Alohida berish shart emas, hammasi erlarni topgani uyiga, xotiniga, bolalariga, ota-onasiga. Yaxshi maslahat berasiz. Hozirgi vaqtda ko'p yoshlarning o'rtasida ajrimlar ko'payib ketgan. Bunga nima sabab bo'ldi? Nimaga amal qilishmayapti? Shu borada fikringiz? Yoshlar noshukur, besabr. Boriga shukur qilishmaydi, qanoat qilishmaydi. Hozirgi yoshlarga bir oz gapiru, qochib qol. Javoblaringiz uchun rahmat, rozi bo'ling. Hamma yoshlar baxtli bo'lsin. Hamma baxtli bo'lsin.